ya'ni buni Sherzod o'ldirdi, Siroj o'ldirdi yoki bloger o'ldirdi yoki yana kimdir o'ldirdi deb uni hech kim aytolmaydi. Bu narsa harakatlarimiz zoye ketmadi. O'sha narsalarni tan olishdi, ya'ni o'sha bo'yniga ko'karishlar, yuzidagi shilinishlar, faqatgina burunni anaqasiga olmagan. E'tiborga olmagan u burunni. Qo'ldagi shilinishlar, lekin bu suvi sinishi, bu qo'rg'a suvi sinishi o'sha bu katta narsa. Bu narsa hozirgi kunda nimaga nima qiladi? Ularning fikrini o'zgartirdi. Qiziz o'zini o'zi osmagan. Eng oxirgi xulosa shu. Ekspertiza xulosasi o'zini o'zi osdi ham deb bermaydi, o'zini o'zi osmadi ham deb bermaydi. Mana shu xulosalardan umumiy xulosa chiqarish kerak bo'ladi. Hech qachon bo'ldi o'zini o'zi osdi degan narsani yozib qo'ymaydi yoki o'zini o'zi osmagan degan narsani ham yozib qo'ymaydi. Mana shu narsalarning hammasi bu yerda jinoyat borligidan dalolat. Prosta bitta narsa Feruza opa, bu yerda politsiya o'zini qo'pol qilib aytganda o'sha orqasini yopishga harakat qilyapti. Siz o'ylamang, siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Biz faqatgina bu qotillarga qarshi turib, o'shalarga qarshi kurashyapmiz emas, bu yerda politsiyaga qarshi kurashyapmiz o'zi aslida. Bu yerda politsiya juda ham yaxshi biladi. Topaman desa, bir degani topib qo'yadi. Lekin bular o'z vaqtida bu ekspertiza qilmaganligi, ekspertiza qilgan, sud tibbiy ekspertiza xulosasini bular qilmagan. Tushunasizmi? Bular anaqa yuzaki qilgan bu narsalarni. Bular hozir majbur bo'ldi, chunki bular o'zi qamalib ketib qoladi. Bular majbur bo'ldi, mana shu narsani etdan-betdan qilishga. Nimaga o'sha kunni o'zida berib yuborsa bo'lardi-ku. Chunki erta osildi degan narsa bo'lmagan. Bularni hozir hammasiga mana bu yerda ma'lumki, bosh miya chanog'i ochilib, miyani ochganligi bo'yicha ko'rsatib qo'yapti. Lekin biz Noziman jasadini ko'rdik-ku. Hech qanaqa bu yerda peshonada chok yo'q, miya ochilishi, chanog'ini ochilishi, unaqa narsalar yo'q. Bu yerda yolg'on aralashtirilyapti. Lekin bularning hammasi bilib oling, bizning tomonga, biz politsiya bilan gaplashdik, advokat gaplashdi. Ya'ni o'sha politsiyalarning ustidan nazorat qilayotgan politsiya bu yerda sizlar apellyatsiyaga yana beringlar dedi. Bu narsani bu sud-mediy ekspertiza xulosasini dedi va bu narsani o'sha advokat berib bo'lgan. Qaytadan bularning ishi yana boshlanadi, lekin men sizga bitta narsa, yana yengillikni aytaman. Hozirgi kunda bloger ustidan politsiya ishlayapti va bu albatta qamaladi. Albatta qamaladi. Nima uchun qamaladi? O'zingizdan borib keldingiz. Birinchi o'rinda sizlar bizlarning qilayotgan xatti-harakatlarimiz bekorga havoga ketmaydi. Buni mana shuncha obunachilarning oldida aytganmiz, albatta bu narsani qamatamiz bu insonni. Nima uchun? O'zimizdan o'zimiz cho'ntagiga bir nima solib qo'yib emas, qilgan ishi uchun. O'zbek ayolini o'zbek bo'lib turib, uzrku o'sha fohishaga chiqarganligi uchun, obro'sizlantirganligi uchun, uni himoya qilish o'rniga erkak bo'lib turib, uni shunaqangi xorlab qo'yganligi uchun, obro'sizlantirganligi uchun albatta bu bo'yicha jazosini oladi. Bundan tashqari birovni uyiga ruxsatsiz kirganligi uchun ham bu bo'yicha juda ham qattiq ishlanyapti. Hozir mana Anorani ham bilamiz. Bu bo'yicha juda qattiq ishlanyapti bu bo'yicha. Albatta bu bo'yicha chorasini ko'riladi, qamaladi. Qamatmaguncha qo'ymaymiz. Bundan keyin hali yana prямой efir qilamiz bu qamalgandan keyin. Bundan keyin prямой efir qilamiz. Hozir yuragini ushlab o'tirgandir. 100% yuragini ushlab o'tiribdi. O'zi qamalishini ham sezib turibdi. Uni qamatamiz. Bundan keyin yana bitta prямой efir qilamiz. Bundan keyin hech qaysi o'zidan kimlardir detektivni yasab olgan bironta bir bloger chiqib olib turib, erkaging bormi deb ani kerilib chiqmaydigan bo'ladi. Bunaqa insonlarni bizdan joyini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bu ishlarimizdan maqsad faqatgina Nozimaga adolat emas, butun o'zbek ayollari dunyoning qaysi burchagida bo'lishidan qat'iy nazar, Rossiyada bo'ladimi, Amerikada bo'ladimi, Koreyada bo'ladimi, dunyoning qaysi burchagida bo'lishidan qat'iy nazar, u shu narsani bilsinki, biz haqiqiy erkaklar uni shunchaki yolg'iz qoldirib qo'ymaymiz, himoya qilamiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, kattakon odam bo'ladimi, bir o'zidan bir vallomat bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar biz himoya qilamiz uni. Va mana shuni orqasidan juda ham ko'p o'zbek ayollariga adolat bo'ladi. Keyingi safar kimnidir misol bitta ayolini o'ldirib qo'ygan bo'lsa, birpasda bizda shunaqa narsada fohishaga chiqarib qo'yishadi. Onson. Endi fohisha bo'lsa kerak, xiyonat qilgan bo'lsa kerak deb birpasda shunaqa narsaga chiqarib qo'yishadi. Mana shu narsalarga to'shga qo'yiladi. Men sizga va'da beraman.
Uni albatta qamatamiz. Albatta qamatamiz. Juda ham ozgina qoldi. Juda ham ozgina qoldi. Bu yerdagi sud-medik ekspertiza xulosasi, Feruza opa, men sizni tabriklayman. Bu yerda hammasi 100% siz tomonga hal bo'lgan. Birinchi lekin chiqqan sud-medik ekspertiza xulosasi, esingizda bo'lsa, sizga ko'rsatilgan. U sizga minusga chiqqan edi. Ular hech narsani tamomlagan edi. Lekin hozir politsiyaning ustidan tekshiruv bo'lganligi uchun hamma narsa sizni hisobingizga o'ynayapti. Lekin politsiya bu bo'yicha ishlaringiz kelmayapti. O'sha politsiyaning ichida katta janjal boshlangan. Va bu narsa albatta bizga yordam beradigan odam kim? O'zbekiston Bosh prokuraturasi. Xudo xohlasa. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hamma narsani ko'rsatib, eksgumatsiya qilgandacha o'zingiz ko'rasiz. Bu yerda taxminan degan narsa bo'lmaydi, aniq-taniq narsa bo'ladi. Buni orqasida biz Koreyani politsiyasi qanaqa ishlashi bilan O'zbekistonning politsiyasi, huquq muhofaza qilish tashkiloti qanaqa ishlashini kerak bo'lsa ko'rsatib qo'ya olamiz. Bu butun hamma o'ylaydi-ku, Koreya zo'r rivojlangan, O'zbekiston qoloq. Yo'q, O'zbekiston shu darajada rivojlanganki, sud-medik ekspertiza xulosasidan biz anaqa qilib qo'yamiz, solishtirib qo'yamiz ikkalovini. Qani kim zo'r, kim kuchli. Men shu yerda shuncha odamni oldida va'da beryapman, ishonch bilan aytamanki, sud-medik ekspertizasi hozir O'zbekistonnikini, misol mana bu Koreyaniki, mana bunisi bo'lsa, O'zbekistonniki bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonniki ancha kuchli. Har bitta millimetriga e'tibor beradi. Shuni bilingki, O'zbekiston rivojlanmagan, orqada qolgan emas. O'zbekiston har bitta sekundigacha qaraydi. Xo'p. Oxirgi gapim shu, hech qanaqangi kayfiyatingizni tushirmang. Bu yerda hammasi faqat siz tomon. Bu yerda osildi degan narsa yo'q. O'zini o'zi osdi. Bu yerda bo'ldi, aniq o'zini osdi degan biron bir narsa ham umuman keltirilmagan. Bu yerda o'rtada turibdi. Bu yerda chunki o'zini aybi bor-da politsiyani, tushunyapsizmi? O'shaning uchun aniq-tiniq narsalarni chiqarib bera olmayapti. Agarda aniq bu yerda osildi degan narsa bo'lganda, sizga qo'pol qilib aytgan bo'lganda, shunda olardi-da, "Ma, osildi" deb sizga shahs etib ko'rsatgan bo'ladi o'sha narsani. Bor, meni boshim ortmaganda, "Ket bu yerdan, nima qilganing bu" deb siz download yetkazib olgan bo'ladi.